qarz olib, variant olib, kredit olib qiynalgandan ko'ra arzon narxlarda Tiko olgan nima deysizlar? Bu mashinalarimiz bittasi 1997-yilda ishlab chiqarilgan, bittasi 98 ekan. Kraskalarni endi toza joyi umuman bo'lmaydi. Endi iloji boricha minsiyalab bo'laveradi. Bu mashinalarimiz benzinda yuradi, hech qanaqa metan, propan deb xavotir olmaysizlar. Bu mashinalarimizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz $900 berar ekan. Telefon raqamlari video ostida. Eng qizig'i bu mashinalarimiz yuradi. Skuterlarda yurib shamollab qolayotgan obunachilarimiz uchun bizga tayyor usti yopilgan Tiko ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 1998-yilda ishlab chiqarilgan, kraskani bo'lmagan joyi yo'q ekan. Bu mashinamizni ham endi yurganlarini o'zi aslida bu mashinamiz menimcha qassoblardan yig'ilgan mashina, eng qizig'i bitta hujjatga terilgan. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani $990 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari video ostida. Eng qizig'i motori zo'r ekan, hadovoylari ham yo'q joyida ekan. Qo'pol qilib aytganda yaxshi holatda ekan. Akalar unutmanglar, 20 yilda ishlab chiqarilgan mashinalarda oldi-sotisi to'xtatilish ehtimoli bor. Variantga bo'lsa ham Damas olib bering deyotgan obunachilarimiz uchun oldindan 1,5 puli borlarga variantga Damasimiz bor. Bu mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Maloshni. Kraskasini bir qator o'zlari uchun ko'rsatib olasizlar. Yurgan masofasi 394 ming ekan. Buni ham bir qator tekshirib olsanglar bo'ladi. Sababi endi har xil holat bo'lishi mumkin. Bu mashinalar endi eski, lekin motorlari, hadovoylari zo'r mashina. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz naqd pulga $3,5 deb turishibdi, lekin oldindan 1,5 puli borlarga variantga berilaveradi. Telefon raqamlari yozsa hujjatlar muammosiz. Bu mashinani egalari 2026-yilga tozalanib o'tmoqchi ekan. Bu mashinamizni sotib olmoqchi ekan. Mashinamiz yili 2008-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi 20% deyapti. Men ham to'g'risi kulaveray dedim. Yurgan masofasi 622 ming yurgan ekan. Eng qizig'i propan gazi bor ekan. Bu ham gayigacha bor ekan. Mashinamizni holatlari yaxshi, endi ancha-muncha chiqimlari bo'lsa kerak, lekin eng qizig'i yuradi deb maqtashyapti. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bu mashinani $2300 ga bermoqda. Mo'ljallar 600 ekan. Menimcha 2300 ga so'ragan odamni ham qidirishmoqda. Dehqonni o'zidan Damas minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi 30% deyapti. Menimcha ko'proq bo'lishi ham mumkin. O'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Shuncha ham qilingan ekan. Akalarimiz Qo'qondan mashinani sotgani kelibdi. 122 ming yurgan mashinamizni pul zarar deyapti. Dehqonni o'zlari ekan akalarimiz. Arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani $5300 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari video ostida. Bu mashinamizga yumshoq ballonlargacha qo'yib qo'ydi. Xudo xolasa dokumentdan muammo yo'q ekan. Arzonroq Damas bo'lsa ham minораman deyotgan obunachilarimiz uchun Maloshni svetidan. Bu mashinamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi bir 30-40% bordir, o'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Eng muhimi yuradi. Bu mashinamizni 253 ming yurgan ekan. Yurgani holatlari yaxshi holatda turibdi ekan. Akalarimizdan bilmasdan birov 3,5 ming so'rab qo'ygan ekan. Shu narxga so'ragan odamni qidirishyapti ekan. Shunaqa narxga beraveramiz endi deshib turibdi. Eng qizig'i bu mashinamiz benzin yurar ekan. Gazga borsanglar bezochirdan qo'yib beradi rahmi kelganda. Arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladi, yana aytganimizda $3,5 bo'lsa berar ekan. Gazi tugab ko'chada qolib ketgan obunachilarimiz uchun propanli Damas ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu mashinamizni ham agar mashina purishlardan ekan 20%, 30% deyapti, lekin aniq 50% dan ko'proq yurgan masofasi buniki 585 ming, bu ham halol bo'lsa. Eng qizig'i propan gazda ekan. Bu mashinamiz ham mana shu yaxshi yurib berar ekan. Arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani 2700 ga bermabdi, 2900 ga bo'lsa beramiz deyapti. Hozir naqd pul ko'rsatsanglar men uchun ko'p narsalar hal bo'lib ketyapti. Egalariga pul zarlar ekan, yangi yilga to'rt olmoqchi ekan. Bu mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi bitta detalda bor deb turibdi, lekin mashinamiz holatlari yaxshiga o'xshab turibdi. 108 ming yurgan ekan, endi bularni qaytarilgan bo'lsa ham endi Allohga tavakkal olaverasizlar. Yumshoq ballonlari ham o'rtacha holatda. Akalarimiz bu mashinamizni bo'ladigani 4900 ga berar ekan. Sababi 4900 ga barterga o'tib qolgan deb turishdi. Telefon raqamlari videosida akalarimiz ham yangi yilda yaxshi o'tib olsin. Olovlar rasxod qilmoqchi bo'layotgan obunachilarimiz uchun 2013-yil Damas ko'rsatamiz. Bu mashinamizni to'g'risi kraskasi pashti toza deyapti-yu. Bu mashinamizni olovlar kraska qilishinglar majbur bo'lasizlar. Sababi cho'qilgan joylari ko'p ekan. Yurgan masofasi 382 ming. Mashinamizni bitta yuvish ham kerak ekan akalar. To'g'risi bir qator tekshirtirib ko'rib olinglar. Bu mashinamizga ballon zarar. 4 ta ballon zarar. Akalardan bo'ladigani qancha deydigan bo'lsam 2900 dan kam yo'q ekan. Telefon raqamlari video ostida olishinglar bilan xudo xolasa sizlarni $500 rasxod kutib turibdi. Bu mashinamiz eng qizig'i Genchka ekan. Rasxod Captiva'larga men bir xil mashina qidirayotgan obunachilar uchun Gentrani ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir metan yo'ligi uchun benzin yurishgan. Bu mashinamizni kraskasiga keladigan bo'lsak, karnizida ozroq bor ekan, petno, qolgan joylari toza ekan. Tanirof kelgan ruxsatlari bor ekan. Yurgan masofasi 131 ming. Amerikan kafarasi menimcha original deb turishdi. Bir qator mashinani o'zinglar uchun ko'rsatib olinglar. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimizda mashina 11300 da turibdi ekan, $11400 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida.
Dehqonni o'zidan Lacetti minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2013-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi bu yerda bor deyapti. O'zlari uchun ko'rsatib olasizlar. Ayollar haydagan ekan. Bu mashinamiz yurgan masofasi 198 ming atrofida ekan. Buni ham bir qator tekshirib olsanglar bo'ladi. Eng qizig'i bu mashinamiz yaxshi yurar ekan. Gazlari ham bor. Bir qator yuvish kerak mashinani cho'tka qilib. Arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz 4900 dollarga beramiz deyapti. Shu pulga Nexus olgan bo'larmidingiz yo 1.8 motorlik Lacettimi? 1000 dollardan oshiq pul sarflangan Cobalt minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Oxirgi paytda Cobaltlar narxi tushib boryapti. Bemalol savdolashaveringlar. Mers diskka balon taqib qo'yishdi. Mers rullari ham bor ekan. Yurgan masofasi 65 ming. Mashinamiz chiroyli qilib tayyorlab qo'yishdi. Endi o'zlari uchun qilishgan. Endi akalarimiz pul sarflab qo'yganmiz deyapti. Buni birinchi egasi qilgan. Mashina purushlarida bu. Arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani 10700 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Ko'ngilga yo'l topsanglar o'tib ham bersa kerak. Telefon raqamlari videosida bemalol aloqa chiqarasizlar. Akalarimiz bu dardidan qutulmoqchi ekan. Bu mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best. Akalarimiz o'zi boshqa ish qilsa ham kraskasini o'zi sepgan ekan. Qimmat diska balonlar taqib qo'yishgan ekan. Ancha usta ekan, sababi rasxod qilsam o'zimni cho'ntagimga ziyon deyapti. To'g'risi mashinasini uzoq sotilmaganining evaziga sigaret chekib sinib o'tiribdi ekan. Bu mashinamiz metan gazlarda arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani 2000 dollarga bermayapti. Menimcha mahkam ushlab so'rasanglar beraveradi. Sababi ancha-muncha pulni ko'rgan odamda qimillab ketyapti. Matizlarni Bestdan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bir 20% cha bor ekan, u ham orqa detallarida. Bu mashinamiz balonlar yaxshi, eng qizig'i dehqonni o'zidan. Bu mashinamiz yurgan masofasi 300 mingga qarab ketyapti. 294 ming bo'libdi. Metan gazlari bor, oldi amortizatorlari Nexus 2niki ekan. Ishqilib to'rimizni Nexus 2niki bo'lmasa bo'ldi. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz 2300 dollarga bermayapti. Bo'ladi, ya'ni 2600 dollar deb turibdi. Telefon raqamlari videosida.